لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda soch olish va unga oid ba'zi bir fiqhiy masalalar haqida suhbatlashamiz. Demak, biz sa'yni bajarib bo'ldik. Umra amallarini hisobda hammasini bajarib bo'ldik. Tavof qildik. Tavofdan keyin namozini o'qidik, Zamzam suv ichdik, Safo Marvani o'rtasida 7 marta yurdik. Mana hamma amallarimiz chiroyli holatda bajarildi. Endi biz oldimizda bitta vojib amal bor, u ham bo'lsa sochimizni olib ehromdan chiqishlikdir. Endi soch olish ayollarning masalasidan boshlaydigan bo'lsak, yengilroq ularniki. Ular bir xil uslubda sochlarini olib ehromdan chiqadilar. U ham bo'lsa sochlarini hammasini shunday yig'adida, yig'ib uchidan shundoq bir bo'g'im, ya'ni 2-3 santimetr, ya'ni hammani bo'g'imi qanchaligini o'zi biladi. Mana shu 2-3 santimetr asnosida bo'ladi endi bo'g'imni katta kichiligi. Mana shuncha, demak, sochni uchidan olib tashlansa kifoya. Ayollar shu bilan ehromdan chiqadilar. Endi erkaklarchi desa, erkaklarni ehromdan chiqish qoidasi ikki xil yo'l bilan ehromdan chiqadi. Birinchisi sochini qirish, ya'ni ustarada tagi bilan qirib tashlash. U sochi qancha bo'lishidan qat'iy nazar. U xoh umrani ehromdan chiqyaptimi, hajni ehromdan chiqyaptimi, buni ham farqi yo'q. Ba'zilar umradan chiqayotganda sochini qirdirib bo'lmaydi degan har qanday gaplar bor. Bunaqa gaplar fiqhiy kitoblarimizda yo'q. U qaysi ehromdan chiqishidan qat'iy nazar, ya'ni sochini qirdirish mumkin. Endi mana shu sochini qirdirish kerak dedik birinchi holatni. Buni Alloh taolo oyatda ham, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda ham qayta mana shu sochini qirib ehromdan chiquvchilarni maqtalgan. Endi mana shunday agar imkoniyatimiz bo'lsa, albatta shu eng avlo, eng afzal holatda ehromdan chiqmoqligimiz eng yaxshisi shu. Endi mabodo bunday qilmadik, sochimiz o'sgan, endi erkaklarga ikkinchi holatdan bor, sochini qisqartirish ham mumkin. Qanday qisqartiriladi desa, ya'ni sochini hamma joydan, ya'ni boshini hamma joydan shu bir bo'g'im 2-3 santimetr hamma joydan qisqartirsa, bu haqiqiy sunnatga muvofiq holatda ehromdan chiqish bo'ladi. Hamma joydan, ya'ni bir bo'g'im miqdorcha qisqartirildi. Endi ba'zilarning sochi ikki tomoni kaltaroq bo'ladi-yu, tepa tomoni katta bo'ladi endi. Unda ular qanday bo'ladi? Ular misol uchun hamma joydan qisqartiradigan bo'lsa, bir bo'g'im miqdoricha bo'lmaydi-ku deyilsa, ulamolar aytadilarki, sochni qisqartirishda 4dan 1ni qisqartirsa ham ehromdan Hanafiy mazhabimiz bo'yicha chiqadi deydilar. 4dan 1ni shu bir bo'g'im miqdorcha qisqartiradigan bo'lsa. Demak, mana yuqorida aytganimizdek ikki tomoni qisqa-yu, tepa tomoni, boshini tepa tomoni sochi o'sgan endi. 3 santimetr undan ko'p, misol uchun uzun sochi. Mana shunday odam hamma joydan bir sochidan hamma joydan bir xil qilib 1 santimetr oldirib tashlaydigan bo'lsa, mana o'z-o'zidan tepa tomonlari 4 santimetr deylik, yonboshlari 1 santimetr. Bu hamma joydan shundoq bir qilib oldirib tashlasa, tepa tomondan 3 santimetrdan ketdimi? Mana bir bo'g'imdan ketdi. U tepa tomon o'z-o'zidan boshni 4dan 1dan katta joyni tashkil qiladi. Demak, mana shu uslub bilan ham Hanafiy mazhab bo'yicha ehromdan chiqadi, hech qanday jinoyat bo'lmaydi. Lekin boshini hamma joydan olmaganligi uchun bu tarki sunnat bo'ladi endi. Boshini hamma joydan, ya'ni bir bo'g'im miqdorcha olmayapti-da u. Boshini 4dan 1dan olyapti xolos. Demak, mana shu uslub bilan ham ehromdan chiqishimiz mumkin. Demak, mana shu yuqoridagi ikkita holat, yo sochi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar qirsin yoki bir bo'g'im miqdoricha sochidan kaltalatsa, haqiqiy Hanafiy mazhabimiz bo'yicha ehromdan chiroyli holatda chiqqan hisoblanadi. Soch olish masalasida gapirar ekanmiz. Juda ko'pchilik mashinkalarda sochini olsa bo'ladimi? Shu mashinkalarni nolida deb qo'yadi, nolovka deb qo'yadi ko'chan tilida. Shu eng kichigi bilan olinadigan bo'lsa ham shu qirishni hukmida bo'ladimi, shu qirgandek bo'ladimi desa, ulamolar javob berib aytadilarki, agar shu mashinkani eng kichkinasi, eng pastida olyapti, olgandan keyin shu odam, ko'rgan odam, buni ustarada olganmi yoki mashinkada olganmi deydigan darajada unga bir gumon tug'diradigan bo'lsa, bir xayol keltiradigan bo'lsa, demak mana shunday holatda sochni olsa ham, bu ham shu qirishni hukmi
da bo'ladi deb ba'zi bir ulamolarimiz shunday fatvo berganlar. Demak, mana shunday ko'rganda odam farqlay olmaydigan darajada juda ham past holatda oladigan bo'lsa, ko'rgan odam bu ustarada olgan-ov deydigan darajada bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu mashinka ham xalqning hukmiga o'tadi inshaalloh. Azizlar, soch olib ehromdan chiqish haqida gap ketyapti. Mana shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Sochlarni qayerda olamiz degan masala. Buni shu xoh masjid atrofida olaylik yoki haram hududda olsak ham bo'ladi. Haram hududda sochingizni olasizmi, qisqartirasizmi, siz ehromdan chiqqan bo'lasiz. Mana hozir 2024-yilda turibmiz. Bu joyda hojilar, hajga kelganlar 7 ta mehmonxonada turibdilar. Bu 7 ta mehmonxonani barchasi haram hududida bu. Bular demak o'zlarining mehmonxonalariga kelib sochlarini olsalar ham bo'ladi. Endi sochni demak haramni hududida olishimiz lozim ekan. Endi haramdan tashqarida soch olsa nima bo'ladi desa, unda qurbonlik so'yish lozim bo'ladi dedilar. Shuning uchun albatta haramni ichida olishimiz kerak. Endi haj mavsumida, hajdan ehromdan chiqish paytida biz Minoda bo'lamiz. Aksar hojilar Minoda bo'ladi. Bu Mino ham haram hududida. Bu Minoda bemalol sochlarimizni olib ehromdan chiqishligimiz mumkin bo'ladi. Demak, sochni haram hududda olar ekanmiz. Bir savol tug'iladi. Sochini muhrim odamni o'zini sochini olsa bo'ladimi? Shu ehromdan chiqish asnosida yoki oldidagi ehromdan chiqayotgan odamni sochini olishga yordam qilsa bo'ladimi degan masala. Bu borada G'uniyatun Nosik degan kitobda quyidagi matnlar keltiriladi. Bu G'uniyatun Nosik kitobini o'zimizda Hanafiy ulamolar, zabardast ulamolar tomonidan yozilgan. Mana quyidagi matn bilan tanishishimiz mumkin. Iza halaqal muhrim ra'sahu aw ra'sa ghayrihi عند جواز التحلل أي الخروج من الإحرام بأداء أفعال النسك لم يلزمه شيء. Yani ehromdagi kishi o'zini sochini qirsa yoki boshqa aw ra'sa ghayrihi deyaptilar yoki boshqasini sochini qiradigan bo'lsa, inda javazi tahallul, qarang. Ya'ni halol bo'lish joiz bo'ladigan paytda. Yani davomida aytayaplarki sharhida hamma amallarni bajarib bo'lgandan keyin deyaptilar. Misol uchun umra qilayotgan bo'lsangiz, tavof qildingiz, tavofdan keyingi ishlar bo'ldi, sa'y qildingiz, hamma umra amallarini hammasini bajarib bo'ldingiz. Siz boshqa birorta ish qolmadi, faqat soch olish qoldi. Mana shunday, ya'ni ehromdan chiqadigan paytga keldingiz. Yoki misol uchun haj mavsumida haj qilyapsiz, demak siz 7 ta toshni otdingiz hayit kuni. Qurbonliklar so'yildi. Mana endi soch olishga keldi. Ungacha soch olishgacha bo'lgan hamma amallar bajarildi. Mana shunaqa paytda endi odam o'zini sochini oladigan bo'lsa yoki boshqa o'ziga o'xshagan muhrimni sochini oladigan bo'lsa, nima deyaptilar? Lam yalzamhu shay'un. Unga hech qanday jinoyat lozim bo'lmaydi, u hech qanday jinoyat qilgan hisoblanmaydi deyaptilar. Endi biz shunaqa muhrim odam o'zini sochini olishi mumkin emas degan shunday tushuncha bor. To'g'ri, bu tushuncha qayerda desa, hali soch olishga vaqt bor hali. Hali amallarni bajarib bo'lgan yo'q. Misol uchun tavof qildi, hali sa'y qilgan yo'q. Bu odam o'zini sochini oladigan bo'lsa ham, boshqasining sochini oladigan bo'lsa ham jinoyat bo'ladi bu. Yo, hajda ham shunday, hali toshlarni otgan yo'q. Birinchi kundagi toshni otgan yo'q. Hali yoki qurbonlik so'yilgan yo'q. Bu agar soch oladigan bo'lsa, demak hali bu amallar bajarilgani yo'q hali. Haqiqiy hali inda javazi tahallul deyaptilar kitobda, halol bo'lish, hali joiz bo'ladigan o'ringa kelgan yo'q. Bunaqa paytda jinoyat bo'ladi. Demak, hamma amallarni bajarib bo'lganimizdan keyin navbat soch olishga keladigan bo'lsa, o'zimizni sochimizni olsak ham bo'ladi, boshqa muhrimni sochini olsak ham bo'ladi. Demak, biz o'zimizni sochimizni ham, boshqaning sochini ham olishimiz mumkin ekan, u xotinlar bir-birining sochini ham olsa bo'ladi. Misol uchun ayolnikini qirqib qo'ysa yoki ayol eriga yordam beradigan holatlar bo'ladigan bo'lsa ham bunda shariatimiz ruxsat beradi. Ba'zan so'rab qolinadi, soch olinayotgan paytda qandaydir zikrlar bormi, duolar bormi deyiladi. Ulamolar bu haqida ham kitoblarda keltirganlar. Soch olinayotgan paytda siz sochingizni birov olyapti yoki o'zingiz sochingizni olyapsiz, shunda duosi bor. Ya'ni duo quyidagicha: Allohumma barik fi nafsi. Allohim men nafsimga baraka bergin. Vag'fir li zunubi, meni gunohlarimni kechirgin. Vaj'al li bi kulli sha'ratin minha nuran yawmal qiyama. Va har bir sochimni evaziga qiyomat kuni menga nur ato qilgin degan mazmundagi duo. Mana shu duoni agar yodlagan bo'lsak, albatta shu duoni o'qiymiz. Bo'lmasa, to'xtamasdan Allohu akbar deb takbir aytib turishlikni ulamolarimiz tavsiya qilganlar.
Demak, mana shunday holatda sochimiz olingandan keyin biz haqiqiy ehromdan chiqdik endi. Endi bizga hamma narsa halol bo'ladi. Biz mana hajga keldik, umra amalini bajarib bo'ldik endi. Endi haj mavsumigacha bir muddat bor endi. U hajga ehrom bog'lagunimizgacha bizga hamma narsa halol bo'ladi. Hatto er-xotinlik ishlari ham halol bo'ladi. Endi mana shu joyda bir alohida bir narsaga urg'u bermoqchimiz azizlar. Soch olishni mana hukmlarini aytdik, lekin soch olishga shoshilmaslik kerak. Mana hozirgi kunda juda ko'p jinoyatlar shundan bo'lyaptiki, ba'zilar tavof qilyapti, keyin sayga kelganda biroz charchab qolyapti-da, sochini olib say qilmasdanla sochini olib chiqib ketyapti. Yo'q, biz sochni qachon olishimiz kerak? Qachonki sochgacha bo'lgan hamma amallarimiz to'la to'kis bajarilgan bo'lsagina keyin soch olishimiz kerak. Agar sayimizda kamchilik bor yoki tavofimizda kamchilik bor, tavofni tahoratsiz qilganmiz va hokazo qandaydir bir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa-yu, biz sochimizni olib ehromdan chiqib ketadigan bo'lsak, demak bizning jinoyatimiz kattalashib ketib qoladi. Misol uchun, mana say qilmadi-da, sochini olib ehromdan chiqib ketdi. Buni masalasi nima bo'ladi desa, ulamolar aytadilarki, bu odamga ikkita qo'y so'yish lozim bo'ladi deydi. Qanaqasiga desa, chunki say qilish vojib edi. Bu sayni bajarmadi bu. Bitta vojibni bajarmasdan sochini oldirdi. Demak, bu bitta sayni tark qilganligi uchun bitta qo'y. Endi ikkinchi qo'y nimaga desa, hali soch olish kelmasdan turib sochni olganligi uchun ikkinchi qo'y buni zimmasiga tushadi deydilar. Demak, mana shunaqa holatda nima qilinadi endi desa, bu odam tezlik bilan qaytib kelib, u ehromdan chiqib ketgan bo'lsa-da, oddiy liboslarni kiyib bo'lsa ham kelib, bu shu say qiladi, 7 marta say qilsa, zimmadagi bitta qo'y soqit bo'ladi va endi anu oldinroq soch olib qo'yganligi uchun uni hech qanday tuzatish iloji yo'q, albatta unga bitta qo'y so'yib beradi. Demak, mana shu odam agar shu sochni olmasdan sayni qila olmadimi, shu juda ham charchab qoldi, mehmonxonaga borib damini olib, ya'ni ehromdaligini his qilib, unaqa qandaydir sovun, boshqa narsalarni ishlatmasdan bir damini olib, ertasi kuni kelib, agar shu saydan kelib davom ettiradigan bo'lsa ham, u hech qanday jinoyat bo'lmasdi u. Lekin u shoshilib sochini oldirib oldi, o'z-o'zidan jinoyat kattalashdi. Shuning uchun azizlar, biz aytmoqchi bo'lgan asosiy narsa mana shu soch olishga shoshilmasligimiz kerak. Albatta hamma amallarimiz, tavof va sa'ylarimiz to'la to'kis bo'ldimi, undan keyin sochimizni olsak, haqiqiy inshaalloh hech qanday jinoyatlarsiz amallarimizni komil va chiroyli holatda oxiriga yetkazgan bo'lamiz. Soch olishga tegishli yana bir fiqhiy masala, ba'zilar aytadi, meni boshimda umuman soch yo'q deydi. Men qanday ehromdan chiqaman desa, ulamolar aytadilarki, bu odam boshiga ustara yurgizadi deydi. Boshini biroz namlab turib, demak u boshini bir chekadan, ya'ni ustara yurgizadigan bo'lsa, demak o'z-o'zidan mana shu bilan u ehromdan chiqadi u. Garchi bitta ham boshidan tuk olinmasa-da, u boshida ustara yurgizildimi, agar uni sochi bo'lganda albatta olinardi. Demak, sochi yo'qligi uchun buni mana shu ustarani yurgizish o'zi buni ehromdan chiqishligiga kifoya qiladi. Ba'zilar misol uchun bugun umra qildi, boshini qirdirdi, ya'ni hal qildirdi, hech narsa boshida yo'q. Misol uchun ertaga yana umra qildi. Bu ham xuddi shunday qiladi. Ya'ni ustarani boshidan yurgizadi endi. Qancha bo'lsa ham, bir ozgina bo'lsa ham, ya'ni soch chiqadi. Mana shu bilan ehromdan bu chiqqan hisoblanadi. Azizlar, sochimizni olganimizdan keyin endi biz umrani ehromdan chiqdik. Oldimizda endi hajga ehrom bog'lagungacha bir necha kunlar bor endi. Endi biz bu kunlardan ham unumli foydalanishimiz kerak. Chunki biz eng yer yuzidagi tabarruk joydamiz. Bitta amalimizga 100 minglab ajr savoblar beriladigan joydamiz. Demak, bu joyda savobli amallar bilan har bir daqiqamizni o'tkazishimiz kerak. Bu joylarda eng savobli amal nima desa, ulamolar tavof qilish deydilar. Qanday tavof qilish desa, u tavof qilishni xoh siz oddiy liboslaringizni kiyib borib Ka'batullohni 7 marta aylanib, undan keyin 2 rakat namoz o'qib, shuni savobini misol uchun o'tganlaringizga bag'ishlashingiz mumkin, otangizga yoki onangizga yoki o'zingizga u savob bo'lishi mumkin, birovga bag'ishlamaydigan bo'lsangiz, yoki yoshlarimiz misol uchun bemalol Oysha onamizga borib, mana haj mavsumigacha hali muddat bor, agar u charchab qolmayman, hajni bemalol bajaraman, men sog'lomman, bemalol ko'zim yetyapti bu ibodatlarga, bu men fursatdan foydalanib olay, bu kunlar g'animat deydigan holat bo'ladigan bo'lsa, u Oysha onamizga borib umraga ehromni bog'lab kelib, demak bu umra qilishlari mumkin. Chunki bu Ka'batullohni tavof qilish eng savobli amal dedik. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir ajoyib hadislari bor. Shuni aytish bilan suhbatimizga nihoya yasaymiz azizlar.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man tofa bil bayti sab'an yuhsihi." Kim agar Baytullohni 7 marta tavof qiladigan bo'lsa, ya'ni to'la to'kis chiroyli holatda, ya'ni tahoratli holatda, mukammal chiroyli holatda tavof qiladigan bo'lsa, kutibat lahu bikulli khutwatin hasanatan. Har bir qadami uchun unga bitadan katta savob yoziladi deyaptilar. Har bir qadamga. Va muhiyat anhu sayiatun, va undan bitadan gunoh o'chiriladi. Va rufi'at lahu bihi darajatun, va uni Allohning huzuridagi darajasi ko'tariladi. Va kana lahu adla raqabatin, va u bitta qul ozod qilganga teng bo'ladi dedilar. Ravahu al-Bayhaqi. Buni Imom Bayhaqi rivoyat qilganlar. Imom Termiziy ham biroz boshqacharoq lafzlar bilan, xuddi mana shu mazmuni biroz boshqacharoq lafzlar bilan Imom Termiziy va Imom Ibn Mojalar ham o'zlarining kitoblarida keltirganlar. Azizlar, qaranglar, bitta qadamimizga, bitta qadamni o'ziga 4 ta katta narsalar berilyapti. Ya'ni katta savob bitta qadamga. Shu bitta qadamni o'ziga yana gunoh o'chirilyapti. Allohning huzuridagi darajamiz ko'tarilyapti va bitta qul ozod qilganning savobini olyapmiz. Bitta qadamni o'ziga 4 ta katta ajr mukofot. Bu nihoyatda bu narsani g'animat bilishimiz kerak. Mana kecha kuni bir akamiz aytib qoldilar, 2-etajda, Ka'batullohning 2-etajida oddiy libosda men tavof qildim deyaptilar. Shu 7 marta yurish salkam 10,000 qadamga teng kelar ekan deyaptilar. Salkam 10,000 qadamga teng kelar ekan shu 7 marta tavof qilish, 7 marta aylanish. Demak, qarang, agar biz 7 marta yuradigan bo'lsak, salkam 10,000 ta qadam bosar ekanmiz. Har bir qadamimizga hadisda qanchalik katta narsalar va'da qilinyapti. Shunday ekan, bu hajgacha bo'lgan muddatlarimizdan albatta bir unumli foydalanib, mana shunday katta ibodatlarga bel bog'lasak, inshaalloh nur ala nur bo'ladi. Yana qayta ta'kidlab aytamiz, albatta oldimizda katta haj ibodati bor, lekin o'zimizni ali savobi katta ekan deb charchatib ham qo'ymasligimiz kerak. Haqiqiy ko'zi yetgan odam u mehmonxonada uxlab yotgandan ko'ra, demak mana shunday ibodatlar bilan mashg'ul bo'lishligi bu nur ustiga nur bo'ladi va inshaalloh juda katta ajr mukofotlarga erishadi. Hurmatli azizlar, bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz, masalalarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.